Payg'ambarimiz alayhissalom Makkada yashab turgan chog'larida Makka mushriklari musulmonlarni qamalga olishdi. Chunki savdolarning egasi mushriklar edi. Quduqlarning egasi mushriklar edi. Katta sarmoya egasi, tijorat ahli mushriklar edi. Rasulullohga iymon keltirgan oz sonli musulmonlar juda zaif holda yashardi. 3 yil qamal bo'lgan. Musulmonlar shu yerda mana shu chog'da juda azor chekishdi. Hattoki daraxtning barglarini yeydigan darajaga yetib borishdi. Qiyinchilik bo'ldi. Mana shu chog'da musulmonlarning joniga oro kirgan Xadicha onamiz bo'ladilar. Juda katta davlat egasi bo'lgan, tijorat egasi bo'lgan ona shu damgacha topgan butun boyligini musulmonlar uchun sarf etdi. Payg'ambarga ergashgan musulmonlarning dardiga malham bo'ldilar. O'zi shunday bir qiyinchilik bo'lib turibdi. Shaymo ismli bir ayol keldi. Bu Makkadagi qiyinchilik, qurg'oqchilik Makka atrofidagi qabilalarga ham o'zini ta'sirini o'tkazgan edi. Makkadan Toifga, janubga qarab yurishda Bani Sa'd qabilasi bor edi. O'sha Bani Sa'd qabilasidan Shaymo ismli bir ayol keldi. Shaymo xonim Rasulullohni bolaliklarda emdirgan Halima xonimning qizlari edi. Shuni qora qilib onalarini sababidan Muhammad alayhissalomdan bir oz qozon qaynatishga, ro'zg'or tebratishga yordam so'rab keldi. Ularni bu suhbatini eshita turib, Xadicha onamiz tashqariga chiqib ketdilar. Xizmatkorlarni chaqirdilar. Aytdilarki, tuyalarning ichidan eng kattasini, yirigini haydab keldi dedilar. Tuyadan eng kattasini ajratib xizmatkor olib keldi. Keyin aytdilarki, mana shu tuya qancha yuk ko'tara olsa, shuncha oziq-ovqatlar yuklanglar. Tuya 700 kilo yuk ko'taradi. Va shuncha oziq-ovqatni yuklashdi. Tuya va uning tepasidagi oziq-ovqat bu ehsonga qaradilar, razm sondilarda, ko'ngillari to'lmadi. Aytdilarki, qo'ylardan 40 tasini haydab kelinglar dedilar. Xizmatkorlar 40 ta qo'yni haydab kelishdi. Sarvari koinotning huzurlariga kirdilar, aytdilarki, yo Rasululloh, siz xotirjam bo'ling. Shaymoni o'zim xursand qilaman dedilar. Shaymo xonimni tashqariga olib chiqib tuyaning ustiga o'tkazib qo'ydi. Oldiga 40 ta qo'yni qo'yib, qabilasiga jo'natib yubordi. Bu ulkan hadiyani ko'rib, Shaymo xonimning boshidan xayoli uchib ketdi. Esi chiqib ketdi. Payg'ambarimiz alayhissalom quvnagan holda, ko'zlari kulgan holda Shaymo xonimni kuzatadi. Sirat ulamolari shu chog'da Xadicha xonimning suratiga chizgi berishadi. Shu chog'da Xadicha xonimning ikki ko'zi Muhammad alayhissalomda. U Shaymoga berilgan hadiyalarga qaragani ham yo'q. Uning ikki ko'zi Rasulullohga qaragan. Chunki Rasulullohni xursand qildi. Rasululloh xursand bo'ladigan ishni qildi. Rasulullohning suratidagi bu tabassumni ko'rib Xadicha xonim huzur qildi. Bitta tuya nech pul turadi mana? Chorvadan xabardorlar bormi? Zo'r, katta yirik tuya. $2000 turadi. Bitta qo'y qancha turadi? 200 dan hisoblaylik. 40 tasi 8000. Ha? 10000 bo'ldimi? Bir tuya oziq-ovqat. Boring $1000 bo'lsin. 11000 bo'ldimi? Bugungi kunni taqribiy hisobi bilan shuncha ehson qilib yubordilar. Endi savol. Hozir shu kunda uyingizga sizni o'zingiz tarafdan bir yaqin qarindoshingiz keldi.
aka dedi yoki tog'a yo amaki dedi, hozir ishlamay turibman, ro'zg'orimga ozgina bir yordam berib yuborsangiz, qozonim qaynab ro'zg'orim o'tib turishiga, bola chaqam bor desa, eng zo'r taqvodor ayol aytadiki, bering deydi, savob bo'ladi, bering deydi, eng zo'ri aytadi. Lekin Xadicha xonim bering demadi, o'zlari berdilar. Berganda ham hayratlanarli darajada ehsonni qildilar. Buni nima uchun qildilar? Rasululloh xursand bo'lsin deb, Alloh rozi bo'lsin deb. Ko'ryapsizmi? Agar ayolga siz mehr bera olsangiz, ayolni hurmatini o'rniga qo'ya olsangiz, ayol sizga butun borlig'ini fido qiladi, hayotini fido qiladi.